Assalomu alaykum hamma obunachilarimizga yana bir bor xayrli kun deb qolamiz. Yangi yillaring muborak bo'lsin barchalaringda. Yangi yil uchun mana chiroyli o'ziga xos bo'lgan temir qafasimiz tayyor bo'ldi. Bu qafasimiz kaptar ishqibozlarini befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. Sababi qafasimiz kabutarlar uchun mo'ljallangan ulkan 90 xonali kabutar qafasimiz. Sizlarga razmerlari hamda ko'rinishlari bilan qisqacha qilib tanishtirib o'taman. Demak, boshladik. Qafasimizning uzunligi 4,5 metr, balandligi bo'yi 220 cm. Eniga esa 260 cm ga ega bo'lgan. Shesternisini hisobga olganimizda 260 cm. Va 3 ta alohida kabutarlar turish xonalari mavjud. Kiraverishda hamda ikkala tomonga yonga o'rnatilgan. Va portichkalari ham mavjud. Ikkala yonida hamda o'rtada. Mana bu yerdan qo'nib, qo'noqlarda bemalol ichiga harakat qilib kirib ketsa bo'ladi kabutarlar. Ko'rib turganingizdek dizayniga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli, bejirim holatda ishlangan. Qafasimiz temirdan tayyor bo'lgan. Jami uyalari 90 ta gnizdolari bor. Ichlarini ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda 30 ta mana svit montajlari ham joyiga qo'yilgan. Qolaversa shifr ostidan halqa qog'ozlar va juplash, parlash xonalari ham mavjud ikkala tomonda. O'ng tomon va chap tomonlarda mana eshiklari surmali, yonga surib ochiladi. Parlash xonalari. Mana patologlari, svit montajlari ham juda ham joyiga qo'yilgan. Qafasimizda hamma sharoitlar yetarli darajada qilib tayyorlangan. Mana bu tungi holatlari ham mana kechasiligi holati. Tunda ham bemalol mana yorug'ligi juda ham chiroyli. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz